Assalamu alaykum, hoş geldinglar. Bugünkü programmamni, yani aldınғы qitimliq programmamniki oxiri desam bo'ladi, ya'ni Turkiyadagi qarindoshlar uchun Turkiyadagi qarindoshlar samiga diqqat deb oldingi naq maydon programmani ochib tema qo'yib, Turkiyadagi qarindoshlarniki diqqatiga hozir tutilayotgan Uyg'urlarniki soni, ya'ni birinchi oyniki 18-kuni 2020 yılı birinci ayının 18. günü keçidin başlap tuyuqsuzlam Uyg'urlarniki öyleriga saqchilar qurolliq bostiriq kirib elib chiqib ketilgan ahvollarni hamda Uyg'urlarga bir-birsiga, ya'ni o'ziniki yaqin tanishlarga o'ziniki kimligini yaxshi bir tushgan rasmlarini berib qo'yishini degandek qatorliqlar to'g'risida so'zlab, yana sizlarga bir shaxsninki Uyg'urlarni pash qilayotgan bir shaxsninki ya'ni terror şubesi bilan şikayet qilib, tutqizib, akitib olgan pash bo'lib qolganlarning ichidan biraylan, ya'ni Abduvali Bug'roxon deb to'rlarda izlab bilasizlar. Oldingi videomda elib aytgandek, shundoq bizningki Uyg'urlarimizning ichidan chiqqan aql hastanasiga, Saranglar doktorxonasiga yetkazib o'tishga tegishli, soqchixonaga yetkazamsaqmi, Saranglar doktorxonasiga yetkazib o'tishga tegishli bir odam ustida to'g'risida gap qilgan. O videomni ishlagandan keyin, undan keyin texmo ko'pligan shunaq inkoslar kelishga boshladi. Men bilan ayrim aloqalashib, o'ziga kelgan shu o'zi to'g'risida shu Turkiyadagi Uyg'urlarni shikoyat qilayotgan odamningki Abduvali Bug'roxon ekanligi oshkorlandi degan temadagi xabarlarni to'rlarda ham baharlagan kishilarga ayrim uchur qilib, o'ylariga berib, tahdid shaklda shunday uchurlarni qilganligi, hamda bir qism ovozli uchurlarni mashina qoldiq qitimliq naq maydonimda so'zlab o'tdim. Hamda bugun yana 1 soat, 2 soatning oldida bir Türk advokatniki aytgan shu Uyg'urlarni shikoyat qilg'izayotgan kishi haqida aytgan so'zlaridagi bir qisqa video chiqdi. Shuni ko'pchilik bilan tang baharlagach, bu odam kim? Buningdan boshqa yana kimlar bor? Faqat bir odamniki ish emas, bu aqshan hozircha bizga pash bo'lgan bir odam. Shu to'g'risida sizlarga yana bir muncha bir o'zimniki o'ylaganlarimni so'zlash orqali ko'pchilikniki diqqat qilgan ayollar bo'lsa diqqat qilib, o'zaro shunday qilib, hammamiz o'zimizniki bexatarligi eng muhim. Aramızdan aşındak çıkıyotgan adam siyaqiga kirib olgan maxluqlar desek mi bo'ladi, aşındak vatan davosini suiiste'mol qilib qo'ymachilik qilayotgan degandek hozir faktlarni kelgan shu to'g'risida bo'lingan gaplarni hozir sal turib bir-birlab aytay. Ma'lumotni oldi bilan Türk advokatninki ismi kim bo'ldi, men o'qimay aniq deyamdim, faqat shu videoniki o'zini men baharlamoqchi. Hamda shu uchurlarni video qilib ishlab ko'pchilikka tarqatganligi uchun, bir haq ustida turib gap qilganligi uchun men alohida tashakkurimni bildiraman. Ko'pchilik hozir sizlar bilan bu videoni birlikda ko'raylik. Voy. Evet, bu Aji Abduveli isimli şahsa bu camianın dikkat etmesini ben talep ediyorum. Çünkü gerçekten başımıza, yani hukuki olarak bir sürü uğraşacağımız meseleler çıkarmış durumda. Yani hiç suçsuz bir insanın günlerce gözaltına kalınmasını, neyse ki yaptığımız çalışmalar neticesiyle, kesin delillerle kendisinin herhangi bir terörle iltisaklı olmadığını ispat etmemiz neticesiyle bu Uygur Türk'ü vatandaşı biz terör şube merkezinden çıkarmış bulunuyoruz. Eğer daha talihsiz bir durum yaşansaydı kendisi aylarca geri gönderme merkezine bulunup Çin'e iade edilecekti. Yani bu şahıs gerçekten bu yaptığı faaliyet doğrusunda çok tehlikeli bir iş yapmıştır. Belki bunun gibi onlarca kişi hakkında terörle ilgili iftira suç duyurusunda ihbarda bulunmuştur. Biz bunun da savcılıkça araştırılmasını talep ettik. Aji Abdülveli isimli şahısın kaç tane dosyada ihbarcı olarak Uygur Türk'ünü ihbar ettiğini biz savcılığımızla araştırılmasını talep ettik. Bu insanları gerçekten anayasal haklarını, Birleşmiş Milletler'den gelen, insan hakları beyannamesinden gelen özlük haklarını etkileyen bir durumdur.
Bununla ilgili biz her türlü cezai ve hukuki kesin bir şekilde Uygur Türk'ünün zorla, sürgünle kaçmış olduğu Çin topraklarına geri gönderilmesine sebep olmaktadır. Bakın bu yapılan faaliyet gerçekten çok ağır bir faaliyettir. Yani siz bir insan hakkında bu şekilde terörle iltisaklıdır diye elinizde hiçbir delil olmadan iftira, bakın niyetini tam olarak biz de bilmiyoruz. Fakat bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Savcılık bu ihbarda bulunan kişinin niyetinin ne olduğunu soruşturma neticesinde açığa çıkaracak ve bu insan Yüce Türk Yargısı tarafından cezalandırılacaktır. Ve kendi kurduğu tuzak, yani Uygur Türklerini bu şekilde iftirada bulunarak geri gönderilmeye sağlanmasına ilişkin kurduğu tuzağa kendisi yakalanacaktır. Ve bunun neticesiyle inşallah kendisi bu iftiralar neticesiyle bu topraklardan uzaklaştırılacaktır. İnşallah. Benim söylemek istediğim şey Uygur Türkleri hakkında ben bu şekilde davalarla bu mücadeleye yardımcı olmak amacıyla bu uyarımda söylemek istediğim şey bu ve bunun gibi şahıslara dikkat edilmesi ve bu şahsın açık kimliği burada belli olmak üzere Aji Abdülveli'nin bu iftirasının sonucunun, hukuki olayının özetini sizlere aktarmaktır. Bu ve bunun gibi şahısların Uygur Türk'ü camiasının dikkat edilmesi. Kendisinin bu ihbarı neticesiyle müvekkilim gözaltına alınmıştı. 4 gün boyunca terör suçu olduğu için normalde bu kadar uzun sürmüyor. 4 gün boyunca terör şube müdürlüğünde gözaltında tutulmuştu. Ve 4 günün sonunda benim de ifadesine katıldığım ifadede kendisinin herhangi bir terör örgütüyle iltisakı olmadığını, bunun bir iftira olduğunu belirtmiştir. Nitekim polislerin de şifayen yaptığı araştırmalardan bunun bir iftira olduğu ortaya çıkmıştır. Ve Cumhuriyet Savcılığına bu husus iletilmiştir. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'yla görüşmelerimiz sonucu bunun kesin bir iftira olduğundan bahisle dosya kapatılmıştır. Şimdi bu normal bir Türk vatandaşı için belki normal bir soruşturma aşaması olarak geçmekte. Fakat Uygur Türk'ü bir vatandaş hakkında, Uygur Türk'ü niteliğine sahip bir yabancı hakkında böyle bir terörle iltisaklı bir suç duyurusunda bulunmak, onu direkt güvenlik kodu, kendisinin süresiz oturum izni vasfının güvenlik kodu alınarak geri kabul gönderme merkezine gönderilmesi ve aylarca orada haktan, hukuktan bir haber bir şekilde bir çare bırakılmasını sağlamaktır ve onun ardından da kesin bir şekilde Uygur Türk'ünün zorla, sürgünle Video qanday bo'lsa shu bitta aynan ambarlagandim. Keyindagi ham rasmdan qo'shilib chiqibdi. O'zinglar ko'rgandagidek, boyagi rasm shu, rasmdagi odam bu advokatning qo'lidagi materialdagi shu shikoyatchi. Uyg'urlarni shikoyat qilib tutqizayotgan bu odam deyishga og'zim bormaydi. Chunki nima desam bu to'g'riliq u shu ziyonkashlikka uchirgan kishilarningki o'zlaridan anglagan u hikoyalarni anglab meninkimi ochig'imda g'azabimda titrab ketgandek bo'ldimda. Bu advokatningki shu videoni chiqarishi meni shundoq xursand qildi. Haqiqat uchun bir Uyg'urlarni shundoq suchsiz ekanligini üstüge şundaq iftira atqanligi degandeklarni hammasini so'zlab uning oxirida Turkiyaninki shu odam ustidan bir surishtirma ilib u odamninki Turkiyada turib kelishininki artıq o Turkiyada qalamaydi degandek bayqa anlığınlardek meniki Türkçe mançı yaxşı emas, lekin hammasini tushunganim bilan so'zlayolmayman. Bu Türk advokatga ko'p teşekkürler bo'lsin. Bu Uyg'urlarni shikoyat qilib tutqizayotgan bu odamninki bu vatan davosini suiiste'mol qilib sarang aql aslan yatırmam gereken bir sarangning naq o'zi ekan bu. Bu Türkiye'deki kişilerden ulardan aqnışkı bo'lmaydi deyman. Muşlarni aynan o'zingiz ekranga chiqib deyalamsiz degandek takliflarni berib baqdim. Ularninki o'zi Turkiyada yashayotgan bo'lgandan keyin aynan shu gaplarni
bir o'zaro deyishgan bilan o'tirg'a chiqib bundaq ochiq oshkora holda deyishdan yana har xil sabablar bor ekan hamda birsi o'zininki yana bexatarligidan ansiraydigandi chunki u Abduvali degan bu odam yana shu Turkiyada qo'lidan har balolar keladigan bo'lgandan keyin yana ziyonkashlik qilishi mumkin degandek buninki qo'ymuchilik uchrab ketgan ishlardami xili xabarlar bor nurg'un ayollarniki pulini elib olgan nurg'un kishilarniki vatandoshligini hal qilib beraman deb pulini elib olgan qo'ymuchilik qilgan vatanniki pul ilm berim ishlari degandek hikoyalar bakchiq paketlari ba'ziniki paketlari bor odamlar o'tirg'a chiqib so'zlamasa ularni o'tirg'a chiqib majburiy chiqib so'z aytgan bo'lmaydi lekin kishilar tunish kerak qo'rqmay so'zlay olish kerak hamma odam tunigandan keyin bilgandan keyin agar sizningki Turkiyada qonunliq turish huquq salohiyatiniz bo'lsa yana shu turk advokatni so'zlatgan shu Turkiya vatandoshligini olgan kishi shu o'zi surishtiruv qilib kim shuning ustidan shikoyat qilgan bo'lsa surishtiruv qilib izlergin qilib hozir pash bo'lgandan faqat bir aylanlam buningdan ortiq boshqa uyg'urlar bo'lishi mumkin shunlashqa hammamiz o'zimizga o'zimiz puxta bo'layli Turkiyani biroqlam dushman qatoriga chiqarib etib so'zlaydigan bir qism uyg'urlarmi bor ekan shu to'rlarda u yerda bu yerda hamma ishga to'g'ri qarayli xato bo'layotgan ishlarni xato deylik navoda Turkiya uyg'urlarni shunday bir ishlar shu masalan vaksina to'g'riliq bir xabarlar chiqdi Turkiyadagi uyg'urlarni vaksinaga tegishli ekan shunlashqa uylarga kirib shunday qurolliq bostirib chiqib ketadi ekan degan gaplar bo'lindi shu ishlarning ichida ba'zi bir shunday aramizdan chiqqan ma'lumotlar bor o'zimizniki odamlarni o'zimizni tutqizayotgan shunaqa odamlar bor shular to'g'riliqmi so'zlaylik Turkiyaniki o'qilayotgan ishlarini so'zlaylik to'g'ri tarafini to'g'ri xato tarafini xato deb so'zlaylik endi bugungi yana bir muncha so'zlab ketdim bugungi sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan video shu faqat boyagi turk advokatniki so'zlari bu uyg'urning ustidan qilgan shikoyatlar xato ish jazosiz qolmaydi xato ish qilgan ishlarniki hammamizniki jazosini u olamda emas bu olamda turibmi chekib ketadigan gap unda men haqni shikoyat qilib oldim haqni unda qilyaptim bunda qilyaptim deb yurgan bilan oxirgi berib bir-birlab chavus chiqib yeyilgan gap mana men bir hafta ilgari Abduvali to'g'riliq bir ayrim shu bir materialni rasmsini thumbnail picture qilib chiqarib oldingi bir haftada bir video ishlagandan keyin o'zi bevosita men uchur qildim yana men uyg'urni men shikoyat qilib tutqizmadim men degan uyg'urni turmalarga berib qutqizayotgan men bir o'g'il bola deydi tahay nomus nomusmi yo'q ekan bo'ldilar shunchalik ham so'zlar bo'ldi yetarli bola keyingi programmalarni ko'rishaylik xayr xusham saminglar omon bo'linglar Turkiyadagi qarindoshlar deydigan gapim yana o'zinglarniki bexatarlik uchun yaxshi tushgan rasminglarni o'zinglarniki shu pasportga amaliy isminglarni o'zinglarniki eng yaqin tanishiga ishonadigan odamga berib qo'yinglar olimada bir ishlar chiqib olmaydi deydi mana Abduvaliydek sarangdan yana kim bor kim biladi Xitoyda ishlaydigan nurg'un uyg'urlar bor hamma yerda Twitterlar qarsanglar shu Xitoyninki istixborotchilari deb bir sansibirlam turgan bir tweetlarni ko'rdim. O'shaniki bak oshiryapti degan taqdirda 10dan birini hisoblasam necha ming uyg'ur yana shu Turkiyada Xitoyga ishlaydi degan gap. U İstanbul deyman, Anqaraninki bir bosh elchisiniki chiqqan bir yig'inninki nimasiga qarab baxsanglarmi, unda 4-5 uyg'ur turdi. Online meeting nim deymiz, shu to'rdagi yig'in qatnashgan uyg'urlar bor ekan shu Xitoyninki yig'inida. Anqaraninki shu bosh elchisiniki to'rda ochgan to'rt yig'iniga qatnashgan uyg'urlardan nechasi bor ekan, Mo'ng'olmi, Qozoqmi, chiqib boshqa millatlardan bor ekan. Chiqib hozirmi Xitoyga ishlaydiganlar bor. Kim biladi siz Türk vatandoshini ep bo'lsangiz, mana shu advokatniki tutgan shu odamga o'xshashini Türk vatandoshi bo'lganligi uchun meni kim shikoyat qildi mening ustimdan, men bir Türk vatandoshim deb yurib, tegitakdan surishtirib, Abduvali ekanligi fosh bo'lgan. Uning ismi yana qanchalagan odamlar Xitoyga ishlab, jim-jim hech kim bilan aloqa qilmaydigan, jim ishga yursam, hech aralashmay yursam ham sog'-salomat yurayman deb o'ylaydigan shunday uyg'urlar bor. Yana qanchalagan odamlar tutilib ketib boradi. Bu ishning keyindami yana nim ishlar bor. İnşallah shu Türk advokatniki degan gapi bo'yicha shu shikoyat qilayotgan odamniki ustidan tekshirish olib berib, qonun bo'yicha qanday bir taraf qilish to'g'ri kelsa, shunday shu bo'yicha bir taraf qilib Turkiyada yashashga tegishli odam bo'lsa,
mayli yo'l qo'ysa, bo'lmasa uningdek har davlatlarda Xitoy istixborot odamlarini qo'lga oladigan, shunga o'xshash shunday kishilarningki tegishli jazosiga erishishini umid qilaman. Bugungi programmam shunchalik. Programmaning oxirida yana bir qatim shu advokatimizga tekrar rahmatlar, tashakkurlar bo'lsin. Turkiyadagi barliq qarindoshlarimizninki amonligi uchun birinchi qatimliq qo'zg'atoltayning birinchi qatimliq chiqqan videosini ko'rib qo'yishni, bir anglab qo'yishni, o'zininki yaxshi bir rasmlarga tushib, o'zininki kimligini bir kimni tutib ketibdi desa, kim ekanligini bilmay yuradigan bo'lganki, bir yaxshi bir leksiyasi bor ekan, shuni anglab qo'yishinglarni, Twitterga chiqib, Twitterdagi Uyg'ur faoliyatchilarininki, bo'libmi Turkiyadagi yashayotgan Uyg'urlarninki ahvoliga yaqindan ko'ngil bilib, shu to'g'riliq xabarlarni to'xtamagan baharlayotgan barliq Uyg'ur faoliyatchilarga va Uyg'ur tadqiqotchilarininki hisobotlariga agishib, Uyg'urlar biz uchun chiqarayotgan vaqti, biz uchun chiqarayotgan shu tadqiqotlar uchun bir tal barmog'imizni ayamayli demoqchi. Xo'sh, xayr, xo'sh, kelar qatimliq videoda ko'rishaylik. Omon bo'lingizlar.